Rahmanir-Rahim. Sura Muzammil. Nahayeti şefqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ya ayyuhal muzammil. Kiyimga yo'gini olg'uchi payg'ambar. Qumil layla illa qalila. Kechining ozg'inisidan boshqasida. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Yerimida yoki yerimidinmi ozroqida. Aw zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. Yoki yerimidin ko'pragida namoz o'qig'in. Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona ochiq o'qig'in. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sana haqiqatan tantanilik Qur'onni nozil qilamiz. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Shubhisizki kechining qiyomi, ya'ni kechida kishining ibodat qilishi uchun uyqudan uyg'onib turishi eng muvofiqdir. Tinch bo'lganligi uchun kechining qiroati eng to'g'ri bo'ladi. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Haqiqatan kunduzi ish bilan oldirash bo'lsan. Shunga ibodatga kechisi berilgin. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Parvardigoringning nomini yod etgin. Ibodatingda uningga to'liq yuzlangin. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. U mashriqning va mag'ribning parvardigoridir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni homiy qilib olgin. Ya'ni hamma ishingni uningga topshirgin. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ularning, ya'ni Makka kuffarlarining seni sehrgar, shoir, majnun degan so'zlarga sabr qilgin. Ularni chiroyliqcha tark etgin. Wadarni wal mukaththibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Muhammad, mening oyatlarimni inkor qilg'uvchi davlatmanlarni menga qo'yib etgin. Ya'ni ularning jazosini o'zim berman. Ularga ozg'ina muhlat bergin. Inna ladayna ankalan wa jahima. Shubhisizki bizning dargohimizda ularga eg'ir ishkallar va ko'ydirguchi do'zax bor. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima. Zaqqum, zaridan iborat goldin o'tmaydigan tomoq va qattiq azob bor. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila. U kunda zemin va tog'lar qattiq tavraydi. Tog'lar burdova tarqoq qumga aylanadi. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Shubhisizki biz Fir'avnga bir payg'ambarni avatgandek, sizlarga amalinglarga guvohlik berguchi bir payg'ambarni avatdik. A'sa fir'aunur rasul fa akhadnahu akhdan wabila. Fir'avn payg'ambarga, ya'ni Musa alayhissalomga osiylik qildi. Ya'ni Fir'avn Musa alayhissalomga iymon etmay, uni yolg'onga chiqardi.
Ey Quraysh jamoasi, sizlar Muhammad alayhissalomga osiylik qilgandek, Fir'avnmu Musa alayhissalomga osiylik qilgan edi. Shuning bilan uni qattiq jazoladik. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا Ey Quraysh jamoasi, agar iymon etmasanglar, dahshatidan bolalarning beshini oqartib etadigan kundan qandoq saqlanasizlar? السماء منفطر به كان وعده مفعولا U kunning dahshatidan osmon yeriladi. Allohning va'dasi cho'qim amalga oshadi. Chunki Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Bu oyatlar haqiqatan vaz nasihatdir. Bu vaz nasihatdan foydalanishni xohlagan odam Parvardigoriga yetkazadigan yo'lni tutsin. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Ey Muhammad, şübhisizki Parvardigoring sening va sen bilan bo'lganlarning, ya'ni sahobalardan bir to'p odamning tahajjud namozi uchun kechining 3/2 hassida, yerimida va 3/1 hassida turadiganliklarini biladi. Kechi bilan kunduzning uzunligini Alloh oldin ola belgilaydi. Sizlarning uni hisoblab bo'lolmaydiganliklarini Alloh biladi. Alloh sizlarga rahim qildi. Ya'ni kechida tahajjud namozi o'qishning farzligini amaldan qoldirdi. Tahajjud namozidan sizlarga qulay bo'lganini o'qinglar. Alloh biladi-ki, ba'zinglar kesal bo'lib qolasizlar. Ba'zilar Allohning fazlini tilab, ya'ni tijorat qilib yer yuzida safar qiladi. Yana ba'zilar Allohning yo'lida jihad qiladi. Shuning uchun uningdan, ya'ni tahajjud namozidan qulay bo'lganini o'qinglar. Farz namozni ado qilinglar. Zakotni beringlar. Allohga qarzi hasana beringlar. Ya'ni Allohning roziligi uchun yaxshilik yo'llariga pul mol sarf qilinglar. O'zinglar uchun dunyoda qaysi bir yaxshi ishni qilsanglar, Allohning dargohida texmi yaxshi, texmi katta savobga erishsizlar. Dunyo bo'lsa fanidir, oxirat bo'lsa boqiydir. Yaxshi bandalar uchun Allohning dargohidagi savob hammadan ortiqdir. Allohdan mag'firat tilanglar. Alloh
haqiqatan nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Nihoyatda